Nimaga dadam shu vaqtgacha men bilaman, mana bunaqa siniq telefon ishlatganini endi tushunib yetyapman. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Yaxshimisiz, sog'-salomatmisiz, charchamayapsizlarmi? Mana xudo xolasa yomg'irli kunlarni ham o'tkazib oldik. Yana 1-2 kundan keyin yomg'ir deyapti. Nasib bo'lsa, hozir ishdaman. Bugun 137-kuni xudo xolasa, nasib bo'lsa. Ko'pchilik shunaqangi izohlarga ham ko'zim tushib qolyapti. Ishlamayapti bu, shunchaki ko'rgazmaga qilyapti. Video uchun qilib yuribdi deb ko'pchilik shunaqangi yozibdi. Ko'pchilik emas, ayrimlar shunaqa deb yozibdi. Agar siz noto'g'ri aytadigan bo'lsangiz, men xudo ko'rib o'tiribdi. Agar men yolg'ondan shunaqa qilib gapirib chiqadigan bo'lsam, meni ham xudo ko'rib o'tiribdi. Hali xudo xolasa isbotlayman hali. Meni kecha chiqargan pullarimda men aldab birovni nima prosmotr bu yig'ish niyatim yo'q. Prosta o'sha vaziyatlarda erta qachondir nima bo'lsam, boshqa videolar ham olsam bo'ladi. Ertaga mana shu jarayonni ko'rsatib borsam, erta yaxshi bo'lib ketgan paytimiz, zo'r bo'lib ketgan paytlarimizni eslab yuramiz deb, mana shu narsalarni o'zimga nima qilib qo'yyapman-da, meni ishlayapman. O, yolg'on narsa bo'lgani yo'q. Hozir ham zakaz tushgan, hozir restoran yonidaman, to'g'risi. Unaqa birovni ayblashdan oldin orqangizga, oldingizga qarab nima qilingda. Meni xudoga shukr, shuncha inson menga ishonib kuzatyapti-da. Agar shuncha inson bilardi, yolg'on bo'lganda menda buncha inson kuzatmagan bo'lardi-da meni. Mani bu telefon pul ishlaydi. Bu telefon video oladi. O'shanga har bilmasdan xulosa chiqarib olmaysiz. Salgina o'ylab. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamaysiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. Biz davom etmoqdamiz. Rahmat.